Siz bilan hech kim gaplashmayaptimi? Endi siz bilan telefoningiz gaplashadi. Instagram ilovasini och. Mana Instagram ilovasini ochdim. YouTube ilovasini och. Hozir YouTube ilovasini ochaman. Mana YouTube ilovasini ochdim. Play Market ilovasini och. Hozir ochaman. Mana Google Play ilovasini ochdim. Qanday o'yinlar qidirsak bo'ladi? Menga o'zing bilgan yaxshiroq o'yinlarni ayt. Hozirda mashhur bo'lgan va ko'plab futbol muxlislarini jalb qilgan EA Sports FC Mobile o'yini katta qiziqish uyg'otmoqda. Shunaqa zerikib qolgan bo'lsangiz, telefoningiz bilan bemalol gaplashaverasiz. Siz ham telefoningiz bilan gaplashish xohlaysizmi? Unda hoziroq yuraychani qizartirib, qanaqa telefon ishlatishingizni yozib keting. Buni yoqish uchun birinchi navbatda настройкаga kiramiz. Bu yerdan NTga tushib, дополнительный funksiya joyiga bosamiz va bokovoy knopka joyiga bosamiz. Ikkinchidek joyga bosamiz. Mana shu joyda sizlarda Bixby yoki boshqa sun'iy intellekti turgan bo'lsa, shuni Google ga o'tkazamiz. Endi o'ng taraf bokovoy knopkani bosib turamiz va bu yerdan ikkinchisiga o'tkazsak, bizga Gemini yordamga keladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yinglar. Videoni eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Yaqin emaslariga jo'natmanglar.